O'zini ayblaydigan insonlarni bir qancha sifatlarini ko'rib chiqamiz. O'zini ayblaydigan insonlar qanaqa bo'ladi? O'zini ayblaydigan insonlar ko'p hollarda boshqalar bilan o'zini solishtiradi va doimiy tarzda o'zini kamchiliklarini qidiradi. O'zini qaysidir jihatlardan doimiy nuqsonli his qiladi, nuqsonli deb biladi. Ulardagi og'riqli fikrlari meni qo'limdan kelmadi, men eplay olmayapman, men uddala olmayapman, meni o'zi bilimim yetmaydi, meni o'zi qurbim yetmaydi, meni imkoniyatim yo'q va hokazo. Bu ularning og'riqli fikrlari hisoblanadi. Xo'p, endi buni qanday shakllanishi haqida ham suhbatlashadigan bo'lsak. Bu o'zi aslida bolalikdan, yoshlikdan shakllanadigan jarayon, ya'ni befarqlik yokida qaysidir ishlarini qilganda sen qila olmading, sen qila olmaysan, sen sababchisan, sen eplay olmading, sen palonchini bolasiday bo'la olmaysan degan va hokazo ayblovlar. Ya'ni o'sha paytda bola o'zini nuqsonli, o'zini qo'lidan hech narsa kelmaydigan insondek o'zini o'zi ayblashni boshlaydi. Yana bir narsa. O'sha o'zini ayblaydigan insonlarda yana uchraydigan sifatlarni tushuntirib o'tmoqchiman. Ya'ni ular qilgan ishlarini doim mukammal bajarishga harakat qiladi. Doim qilgan ishlaridan ko'ngillari to'lmaydi. Har qanday holatdan ular kamchilik qidiradi va bu kamchilikka o'zini ayblaydi va o'zini ichini yemiradi, o'zini solishtiradi. Xo'p, endi yana buni qanday real hayotga ta'siri borligini haqida suhbatlashamiz. O'zini ayblaydigan inson go'yoki o'zini tanqid qilayotgan, o'zini kamsitayotgan, o'zini rad etayotgan insonga o'xshaydi. Aslida ham shunday. Va bu tashqarida insonlar tomonidan ko'rsatib beriladi. Ya'ni boshqalar uni rad etadi, boshqalar uni eshitmaydi, boshqalar uni aldaydi, boshqalar undan foydalanadi. Foydalanishining sababi u ishonuvchan bo'ladi. Chunki o'zini nuqsonli deb bilganligi uchun boshqalarni yaxshiroq deb biladi. Va boshqalarga yo'q javobini ayta olmaydi, chegara qo'ya olmaydi. Boshqalar nima desa ham doim ichiga yutib, boshqalarni rozi qilishga harakat qiladi. Bu rozilik qanaqa bo'lishi mumkin? O'zini yaxshi, o'zini mukammal his qilishi uchun boshqalarni rozi qilish orqali yaxshi so'z eshitishni xohlaydi. Sen yaxshi bajarding, sen qila olding, sen uddala olding va hokazo. Bu so'zlar unga o'sha ichki bo'shlig'ini to'ldirishga yordam beradi, go'yoki. Lekin aslida u tashqarida hech qanday yaxshi munosabat ola olmaydi. Va yaxshi munosabat ola olmagandan keyin o'sha insonlardan ranjiydi, o'sha insonlardan g'azablanadi, o'sha insonlarga nisbatan ichki og'riqni his qiladi. Va bu ichki og'riqdan keyin u insonlarga nisbatan ichida tajovuz paydo bo'ladi. Ya'ni ularga nisbatan tajovuzkorlik fikrlari ham paydo bo'lishni boshlaydi. Va bu tajovuzi u insonlar tomonidan yana aks ettiriladi. Ya'ni boshqa atrofidagi insonlar yana uni tushunmaydi, uni eshitmaydi, uni kamsitadi, uni aldaydi, undan foydalanadi. U esa ularga javob qaytara olmaydi. Nega javob qaytara olmaydi deysizmi? Chunki uni noto'g'ri tushunib qolishlari mumkin yoki-da undan ranjishlari mumkin. Ranjisalar uni tashlab ketishadi yoki-da uni unutishadi. U keyin ichki bo'shlig'ini to'ldira olmaydi. Uni ong osti mana shu vaziyatdan qo'rqadi. Shu uchun uni himoyalashga harakat qiladi. Yolg'iz qolishdan, insonlar tomonidan yana befarq qolib ketishdan ong osti himoyalash uchun uni doim yum, dam o'tir, sabr qil, chida, ichingga yut, o'tib ketadi.
yaxshi bo'ladi degan bir tasalli fikrlar ong ostidan keladi. Bu himoya mexanizmi. Himoya mexanizmi qanday ishlaydi deydigan savolingiz uchun siz qaysidir vaziyatlarni xavfli deb bilsangiz yoki misol uchun kimdir meni tashlab ketadi, kimdir meni misol uchun noto'g'ri tushunadi, kimdir menga yordam bermaydi, yordam bermasa meni qo'limdan kelmaydi, men chorasiz qolaman, men pul topa olmayman, men baxtli yasha olmayman degan sizda ichki tasdiq, fikr, ishonchlar bo'ladi. Va mana shu tasdiq va ishonchlar bo'lganligi tufayli ong ostida himoya mexanizmi ishga tushadi. Doim ong osti sizni baxtli qilish uchun boshqalardan e'tibor, boshqalardan qo'llab-quvvatlashni kuttiradi. Va boshqalar sizga ta'sir o'tkazsa, misol uchun baqirsa, so'ksa, ayblasa, siz ichingizga yutasiz. Aslida ularni bu holati sizga nisbatan munosabati ichki aksingiz hisoblanadi. Siz o'zingizni ayblab, o'zingizni rad etganligingiz tufayli tashqarida o'sha ichki holatlar ko'rsatiladi. Va bu vaziyatlar, bu voqealar ko'pchilik uchun tushunarsiz. Bu vaziyatlarni asl mohiyatini, asl sababini ko'pchilik tushunmaydi va anglamaydi. Bu faqatgina mutaxassis professional tomonidan anglatib, tushuntirib beriladigan holat hisoblanadi. Shuning uchun sizda mana shunday og'riqli vaziyatlar, voqeliklar hayotingizda sodir bo'layotgan bo'lsa va bularga yechim izlayotgan bo'lsangiz, faqatgina siz mutaxassis tomonidan o'zingizdagi chalkash bo'lib turgan fikrlar, his-tuyg'ular, tasavvurlar ustida ishlashingiz kerak bo'ladi. O'zingizdagi noto'g'ri salbiy e'tiqodlarni tuzatib, to'g'rilab chiqishingiz kerak bo'ladi. Shundagina sizning fikrlaringiz, dunyoqarashingiz, xarakteringiz o'zgaradi va bular esa sizning xatti-harakatlaringizga sabab bo'ladi. Va natijasi tez tashqarida namoyon bo'lishni boshlaydi. Ya'ni o'z aksini ko'rsatishni boshlaydi. Bir narsani unutmang. Inson ichki holatini yaxshilagandan keyin o'zi kutmagan vaqt, kutmagan yerdan yangi imkoniyatlar, yangi eshiklar ochilishni boshlaydi. Faqatgina inson o'zini o'zgartira olishi kerak. O'zingizni ayblab, boshqalarni ayblab va boshqalardan ranjib yurganingizni umuman foydasi yo'q. Hech qanday sizni hayotingizda yaxshilik bo'lmaydi. Siz doim siqilishda, stressda, tushkunlikda, insonlar tomonidan doim xafagarchilikda yashaysiz. Agarda shu holatlardan qutulmoqchi bo'lsangiz, mutaxassis topib, o'z ustingizda ishlang. Yokida sizda mana shunday og'riqli fikrlar, holatlar bo'lsa, izohlarda, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Assalomu alaykum. Men Muhammad Mahsumov, ong osti bilan ishlovchi mutaxassisman. Men 5 yil mobaynida insonlarni fikrlari, tasavvurlari, his-tuyg'ulari, e'tiqodlari bilan professionalni ishlab kelmoqdaman. Agarda sizda og'riqli holatlar bo'layotgan bo'lsa, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Qadri baland qadrdonlarim, o'z qadringizni o'zingiz tushirmang. O'z ustingizda ishlang, o'zingizni rivojlantiring. Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring.